Sizlar uchun 4 xonali do'mdi puliga Toshkent markazdan bitta faizli xonadon topib qo'ydim. Ko'pchilik niyat qilgan bilaman. Toshkent shaharida markazda faizli xonadonim bo'lsa-yu, yonida masjid bo'lsa, maza qilib degan bo'lsangiz, mana o'sha masjid va mana xonadon. Manzillarda va xonadonni sizlar bilan tanishtiraman. Videoni oxirigacha ko'ring va videoga like bosib qo'ying. 4 xonali do'mni sotib uchastka olaman deydigan akalarimizga videoni jo'natib qo'yam. Bekarga sizlarga bu xonadonni faizli deb aytmadim. Mana bu atmosferaga bir e'tibor bering-da. Xo'p, bu faizli xonadonimiz haqida sizlarga ma'lumot beradigan bo'lsak, darvozadan kirib kelishimizda 3 ta mashinani bemalol qiynalmasdan qo'yasiz va hovlini o'rtasiga sizlar uchun letniy basseyn qilingan, bemalol suvni to'ldirib yozgi kuni bola chaqa bilan cho'milsangiz bo'ladi va mana bunday sun'iy gazonlar bilan dekoratsiya qilingan. Ana endi mana bu toshlarga e'tibor bering. Yuqoridan palatka tortilgan va skviyazna qilib qo'yilgan. Xonadonimiz 4 xonadan iborat, oshxonasi отдельно, sanitariya отдельно va mana bu joyda podval bor. Podvalda 2 ta issiqxona xona bor. Uni detskiy qilsangiz ham bo'ladi va bu yerda yurak joylashgan, ya'ni isitish tizimi. To'g'ridagi xonamiz bu oshxona hisoblanadi. Bu oshxonamizning ko'rinishi. Keyingi eshikka boramiz. Keyingi eshigimizda kichkina bir spalnicha joylashilgan. Mana xohlasangiz spalni, xohlasangiz yotoqxona qilsangiz bo'ladi yoki-da qizlarga, bolalarga отдельно xona qilib bersangiz bo'ladi. Keyingi eshigimizga kiramiz. Bu yerda yana bitta yotoqxona sizlarni kutib oladi. Undan keyingi xona esa mana bunday keng xona sizlarni kutib turibdi. Xohlasangiz mehmonxona, xohlasangiz spalni qilsangiz ham bo'ladi. Ana bu yerda esa отдельно mana bunday qilib panoramli qilinib, spalni qilib qo'yilgan. Mana bu yerdan xohlasangiz shu hammom, sanitariyaga o'tib ketsangiz bo'ladi. Xohlasangiz bu yoqdan o'tib ketsangiz bo'ladi. Kelinglar, men sizlarga mana shu tomondan ko'rsataman. Mana to'g'ri kirganda bu yerda cho'miladigan joy, ya'ni hammom, mana bu yerda o'zini hojatxonalari. Xo'p, boyagi eshigim men sizlarga mana bu tomondan video qilib ko'rsatdim. To'g'ri desa spalni panoramik qo'yilgan. Yozgi kuni mana bu yerda cho'milsa bo'ladi. Xullas, eshikni olib ketasiz, bolalardan xavotir olmaysiz, o'ynab yurishaveradi. Qalay, xohlasangiz ustiga yana ikkinchi etajda ham qursangiz bo'ladi. Podvalda ham bir qator ko'rsatib o'taman sizlar uchun. Isitish tizimi, ya'ni yuragi shu joyda joylashgan. Chapga o'tamiz. Chapda mana bunday sklad qilib qo'ysangiz bo'ladi va mana bu yerda to'pli pol qilingan. Mana buni qarang. Bemalol bu yerda yosh bolalarni qo'yib qo'ysangiz, mana bunday televizorlarda, PlayStationda o'ynab sizlarga xalaqit berishmaydi. Xullas, xonadonimiz juda ham fayzli. Ana endi xonadonning narxiga keladigan bo'lsak, uyning egalari 124.900 deyishyapti. Naqd olish niyatingiz bo'lsa, kelib ozgina tortsangiz sunnatiga ham o'tib berishar ekan. Menimcha 124.000 ga, ya'ni 4 xonali do'mdi puliga bu xonadon arziydi. Qaniydi men sizning o'rningizda bo'lganda, mana shu xonadonni ikkilanmasdan olar edim. Pastda nomer turibdi, aloqaga chiqing, kelib xonadon bilan tanishing, yoqsa baraka qilsangiz bo'ladi.